Ham qiziqarli, ham xavfli texnologiyalar. O telefonni ko'ryapsizlar, ekrani o'chik. Hozir oldiga boraman mana. Telefon qo'lim tekkanim yo'q. Telefon o'zi yonyapti ekrani, soatni ko'rsatyapti. Endi xavfli tomoni nima? Qarang endi. Yana o'chadi, ekran o'chdi telefonniki, hozir mana o'chadi. O'chdi, endi yoniga boryapman. Faqat bu safar yuzimni to'sib boryapman. Katta obyekt keldi, yuzim to'siq lekin. Endi yuzimni ochyapman. Ya'ni prosta obyekt kelishini sezyapti. Bu yuzimni, odam yuzini sezyapti. Hali sozlanmagan nolovoy telefon bo'lmasa. Kim topdi nima modelligi? Ya'ni bu eksperiment nimani bildiradi? Odam oldiga kelsa sezmayapti, yuzda aniqlab turib sezyapti. Ya'ni sizdan beruxsat oldi kamera odamning yuzini aniqlab ishlab turibdi degani. Aslida ruxsat so'rash kerak. Bu yerda belgi turish kerak, kamera ishlayapti degan.